Endi tasavvur qiling, kimdir shu videoni tomosha qildi va hech qanday iz qoldirmaslik uchun shu ma'lumotlardan foydalanishga qaror qildi. U kutub atrofda guvohlar yo'q ideal vaqtda niqob va qo'lqop kiydi, nashatir bilan o'z hidini yo'qotib, o'qlarni chizma qildi, qurolni yo'qotib, daryoni kechib o'tdi. Demak, endi uni topib bo'lmaydi, to'g'rimi? Albatta yo'q. Ya'ni topiladi. Hatto bir joyda qimirlamasdan tursa ham. Siz o'z denkalaringizni tarqatasiz. Nima deb o'ylaysiz? Sizni tanib olish uchun qancha material, teri, soch, so'lak kerak? Atigi 8 ta material, ya'ni hujayra. Odamlar bir-biri bilan 99.9% o'xshash. O'sha qolgan 0.1% bizni betakror qiladi. Gen tilida mana bunday ko'rinishga egasiz. Mana bu chiziqlar siz bo'lasiz. Shaxsni tasdiqlash uchun telefon emas, balki shular kerak. Biomateriallarni imkon qadar tez o'rab olib ketish kerak. U soch yoki terining mikroskopik parchasi bo'lishi mumkin. Laboratoriyada reagen bilan hujayralarni eritib, DNKni kishanlardan ozod qiladi. Material uskuna orqali tekshiriladi va boshqa namunalar bilan solishtiriladi. DNK orqali jins, qon, agar bazada bo'lsa, aniq shaxsni ham aniqlash mumkin.